qiz kayfiyatsiz bo'lib kelyapti. Brestga bordik. Mana shu Brestni qo'ydirdik mana. Kayfiyati вообще nol. Aytdim boshida qo'ydirishida. Yana dori ham olib qo'liga mana. Qo'ydirmaylik, bebi, hali erta dedim, aytgan qilmadi. Qo'ydiraylik deb. Og'riyotganmish. Endi 1-2 kun og'riydi, keyin o'tib ketadi. Bro, I can't even eat anything now. Hech narsa yeyolmayapti. Endi nima qilamiz? Buni olib Buy me bo'lmasa, ice cream. marojna bering deb kelyapti yo'lma-yo'l. Nimaga desam, marojna tishini og'rigani qoldiraymish. Even the professional American dentists on YouTube are saying that if you eat ice cream, it will be better. Guys, if you literally believe that if you eat ice cream, it will at least be a little bit better, just tell my mom. She's not believing me. Amerikalik doktor aytibdi. The dentist. Dentist aytibdi, agar debsa ice cream yeysanglar debdi, rosa og'riqni qoldiradi deb. Shunga menga ice cream olib bering deb kelyapti. Hozir maz surtdi, qani maz nima qilar ekan. Shuncha ayasini aytganim qiladi-da. Even like did what you said when I was 12 years old, I put it. It didn't have still done anything. It still hurt. Keyin kirsang qo'ydiramiz, hali 10 yoshsan dedim. Aytgan qilma qo'ydirdi. Hozir mana o'zi afsuslanyapti ichida. Yana nima deydi? Boyagi zo'rlik qilib, qo'rqoq birinchi mush ko'taradi deb, har 12 yoshda qo'ydirsam ham og'rirdi shu deydi. Demak, chidaydi endi og'risa ham.